Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni bilan azaldan muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Prezidentimizning 334-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Suvchilar maktabi tomonidan qaramolchilikda boshqaruv va to'g'ri oziqlantirish orqali mahsuldorlikni oshirish loyihasi yo'lga qo'yildi. Xo'jalikdagi mollardan 6 bosh tanlab olindi va ular 2 guruhga ajratildi. Birinchi guruh oldindan oziqlantirib kelinayotgan ratsion asosida 3 bosh qaramol 1 oy boqildi. Ikkinchi guruh energiya va protein asosida 1 oy oziqlantirildi. Natijalar 1 oydan so'ng tirik vaznni o'lchash orqali aniqlandi. Hozir bizlar ratsion asosida boqilgan qaramollarni tirik vaznini o'lchash jarayonidamiz. 1 oy oldin 315 kg tirik vaznni quragan bo'lsa, hozirda tirik vazni 380 kg ni tashkil qilyapti. Demak, 1 oy davomida 65 kg tirik vazn olishiga erishilgan. Oldindan qo'llanib kelinayotgan an'anaviy ratsion asosida oziqlantirilgan qaramolimiz 1 oy oldin 338 kg ni tashkil qilgan bo'lsa, hozir 374 kg va bu 1 oy davomida 36 kg tirik vazn yig'gan. Nazorat guruhidagi qaramollar xo'jalikda oldindan qo'llab kelinayotgan ratsion har bir qaramol bosh soniga 33777 so'mdan tushayotgan edi. Yangi energiya va protein almashinuviga asoslangan oziqlantirish ratsionida bir bosh qaramol uchun 26333 so'm sarflandi. Bağlıbatqan 3 buğa malımız gündelik rejim nazaratımız aslında gününe 1 kilo 100 teri salmak aldı. Tecrübe toparında 3 bas qaramal bolsa, жаңа ration dikarında balganda günlük 2 kilogram teri salmak alganını gördük. Shuningdek, tajriba Nukus shahrida istiqomat qiluvchi Allamjonov Jamg'urbayning xonadonida amalga oshirildi. Tajriba obyekt sifatida xo'jalikda boqilayotgan semental zotli sigir tanlandi. Dastlab sigirning saqlash sharoiti, zogigenik talablarga muvofiqligi va mavjud oziqlantirish tartibi to'liq o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tirik vazni 810 kg bo'lgan, bug'ozlik davri 5 oyga yetgan ushbu semental zotli sigir kuniga 81468 so'mlik ozuqa sarfi evaziga atiga 15 litr sut berish bilan cheklangan. 1 litr sutning tannarxi esa 5431 so'mni tashkil etib, ushbu holat xonadon egalarida qaramol asrash iqtisodiy jihatdan samarasiz degan fikrni shakllantirgan edi. Mavjud muammoni bartaraf etish maqsadida mahalliy ozuqalarga asoslangan kunlik narxi esa 69930 so'mlik yangi ratsion ishlab chiqildi. Avvalgi ratsion bilan solishtirganda kuniga 11538 so'm tejash imkoniyati yaratildi. Yangi ratsion asosida kunlik sut sog'imi 15 litrdan 20 litrga oshdi. 1 litr sutning tannarxi esa 5431 so'mdan 3497 so'mga arzonlashdi. Iqtisodiy jihatdan baholaydigan bo'lsak, bitta sigirdan bir laktasiya davrida qariyb 15,5 million so'mlik qo'shimcha foyda olish imkoniyati yaratildi. Tajriba sinov xulosasi sifatida shuni aytishimiz mumkinki, to'g'ri boshqaruv va ilmiy asoslangan ratsion bu nafaqat nazariya, balki har qanday chorvadorning daromad manbaidir. Shunday ekan, Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha fermerlari va shaxsiy yordamchi xo'jalik egalarini ratsion asosida to'g'ri oziqlantirish usullarini qo'llashga chorlaydi.